Assalomu alaykum. Keling, bugungi suhbatimizni oddiy bir savol bilan boshlasak. Deputat nima ish qiladi? Sessiyaga keladi, qo'l ko'taradi. Ko'pchilikda mana shunday fikr bor. Keling, mana shu narsani bir o'ylab ko'raylik. Aytaylik, mahallangizda yashab turgan ko'changizni yo'li ta'mirtalab bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasa farzandingiz boradigan maktab ta'mirtalab deylik. Yoki mahallangizda ichimlik suvi muammosi bor. Bu masalalar qayerda hal etiladi? Ha, to'g'ri, albatta hokimiyatda. Hokimiyatda qarorlar kim orqali o'tadi? Qarorlarni kim qabul qiladi? Albatta, mahalliy kengash deputatlari qabul qiladi. Demak, deputatlarning oddiygina qo'l ko'tarishi bu mexanik harakat emas. Bu qaror qabul qilindi degani. Qaror qabul qilinsa, aynan o'sha muammoga ma'lum bir mablag', pul mablag'i ajratiladi. O'sha ish amalga oshirish boshlanadi. Deputatlik nazorati bo'ladi va o'sha muammo hal etiladi. Deputat kim? Deputat bu siz. Siz saylovda bevosita saylab qo'ygan vakilingiz. Sizni fikringizni, sizni maqsad muddaoyingizni u sessiyada ifoda etadi, qo'l ko'taradi va ovoz beradi. Va mana shu qilgan ishlari yuzasidan har chorakda sizga axborot berib boradi. Endi yuqorida hozir aytgan savolimizni boshqacharoq qo'yishimiz kerak. Deputat nima qiladi emas, deputat qaror qabul qilganda to'g'ri qaror qabul qildimi degan fikrda bo'lishimiz kerak. Ochig'ini aytganda, so'nggi paytlarda mahalliy kengash deputatlarimiz tomonidan joylardagi muammolarni hal etishda mahalla yettiligi bilan birgalikda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Buni biz ommaviy axborot vositalari orqali ko'rib bormoqdamiz. Ushbu ishlar ortidan aholini bandligi ta'minlanyapti. Ko'p yillardan beri yig'ilib qolgan muammolar bartaraf etilyapti. Kelinglar, fikrimni quruq gap bilan emas, bir aniq raqamlar bilan aytsam. Masalan, birgina 2025-yilning o'zida mahalliy kengashlar deputatlari tomonidan jami 31 mingdan ortiq hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi muammolarini hal etish masalasida 31 mingdan ortiq masalalar muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Yoki bo'lmasam, aholi muammolaridan va murojaatlardan kelib chiqib, deputatlarimiz tomonidan 15 mingdan ortiq deputatlik so'rovlari mansabdor shaxslarga yuborildi. Ushbu so'rovlarni qariyb 85% ijobiy hal etildi. Aniq raqamlarga yoki aniq misollarga o'tadigan bo'lsak, birgina 2025-yilning o'zida 20 mingga yaqin aholi kambag'allikdan chiqarildi. 23 mingdan ortiq aholimiz bandligi ta'minlandi. 20 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Respublika bo'yicha jami 5 ming kilometrdan ortiq yo'llar ta'mirlandi. Bulardan tashqari 3,5 mingta talaba yoshlarimizni to'lov kontrakt pullari to'lab berildi. 15 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'mak ko'rsatildi. Ha, hozirgi raqamlarni aytishga oson, lekin bir o'ylab qaraylik. Bu masalalarning ortida deputatlarning mehnati, faolligi, tashabbusi yotibdi. Albatta, bu ishlarning ortida avvalambor konstitutsiyamiz va O'zbekiston 2030 strategiyamiz turganini va ushbu O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni hayotga to'g'ri, izchil tatbiq etilayotganini hammamiz to'g'ri anglashimiz kerak. Oxirgi yillarda dunyoda juda katta o'zgarishlar bo'layotganiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Siyosiy vaziyat tez o'zgaryapti. Iqtisodiy qoidalar yangilanyapti. Texnologiyalar esa hayotimizga kun sayin chuqur kirib kelmoqda. Mana shunday sharoitda barcha o'zini hurmat qilgan davlatlar kelajak rejalarini qayta ko'rib chiqmasdan iloji yo'q. Sababi kecha qabul qilingan qarorlar ertaga ish bermay qolishi mumkin. Albatta, O'zbekiston ham shu yo'ldan bormoqda. Mamlakatimizda 2023-yilda o'tkazilgan konstitutsiyaviy islohotlar natijasida yangi O'zbekiston barpo etishning huquqiy asoslari yanada mustahkamlandi. Xususan, yangilangan konstitutsiyamizda xalq deputatlari mahalliy kengashlarning maqomi alohida norma sifatida belgilab qo'yildi. Endilikda kengashlar mustaqil vakillik organiga aylandi. Deputatlar orasidan saylangan rais kengashlarga boshchilik qilishi,
hokimlarning bir vaqtni o'zida kengashga rahbarlik qila olmasligi qat'iy belgilab qo'yildi. Ushbu konstitutsiyaviy normaga asosan mahalliy kengashlarga mahalliy byudjetlarni ko'rib chiqish va qabul qilish, mahalliy dasturlarni tasdiqlash, hokim hisobotini eshitib borish vakolatlari berildi. Endilikda mahalliy darajada davlat boshqaruvi hokimiyatning ikki qanoti, ya'ni ijro hokimiyati va vakillik hokimiyati organlari orqali boshqariladigan bo'ldi. Bu degani soddaroq qilib tushuntirganda, ilgari hokim ham ijrochi, ham kengashga rais rahbarlik qilardi. Endilikda hokim ijrochi, kengash esa nazoratchi organ sifatida faoliyat olib boradi. Barchamiz bilamizki, 2024-yilda bo'lib o'tgan saylovlardan keyin viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga ilk bor raislar saylandi. Ushbu tartib mavjud 208 ta tuman shaharlarimizda 2026-yilning 1-yanvaridan tatbiq etila boshlandi. Demak, bugungi kunda davlat hokimiyatini mahalliy darajada boshqaruvi ijro hokimiyati va vakillik hokimiyati organlari orqali amalga oshirilyapti. Aynan O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadi ham mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarini xalqning chinakam ovoziga aylantirish deb nomlanishi ham yuqorida aytib o'tgan fikrlarimga yaqqol isbot bo'la oladi. 2023-yilda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasining deyarli barcha maqsadlarda belgilangan vazifalarni 2026-yilga kelib deyarli to'liq amalga oshirib bo'ldik. Bular jumlasiga hokimlarni mahalliy kengashlariga raislik qilish amaliyotini to'liq bekor qilish, mahalliy kengashlar faoliyatiga fuqarolik jamiyati institutlarini kengroq jalb qilish va mahalliy kengashlarga oid 300 dan ortiq funksiyalarni qayta ko'rib chiqish, mahalliy kengashlar faoliyatini samaradorligini oshirishga qaratilgan 500 dan ortiq qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirish vazifalari qo'yilgan edi. Mana hozir aytib o'tib ketgan misollarim bo'yicha nima bo'ldi? Hokimlarning kengashlariga raislik qilish amaliyoti to'liq bekor qilindi. Bu 23-yilda biz ko'zlagan maqsad edi, maqsadimizdagi vazifa edi. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimizning topshiriqlari, tashabbuslari bilan ushbu O'zbekiston 2030 strategiyasi qayta ko'rib chiqildi va ushbu yangilangan O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadida mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligiga oid 5 ta qonunchilik hujjatlarini qayta ko'rib chiqish va mahalliy kengashlar faoliyatini raqamlashtirishni to'liq 100% ga yetkazish vazifasi belgilandi. Maqsadlarimiz o'sha qoldi. Maqsadlar o'sha. Faqatgina vazifalar yangilandi, asosiy ko'rsatkichlar qaytadan belgilandi. Bu yuqorida aytib o'tilgan 2023-yilda qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasining 75-maqsadini amalga oshirishda bir qator hujjatlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining ikkita yirik farmoni qabul qilindi. Nima sababdan yirik deyapman? Bu islohotlarni drayveri sifatida qabul qilishimiz kerak. Ushbu farmonlardan biri kuchli kengash, tashabbuskor va hisobdor hokim tamoyilini o'zida ifoda etib, davlat va jamiyat hayotidagi muhim masalalarni hal etishda ijro hokimiyati organlarining vakolatida bo'lgan 33 ta vakolat mahalliy kengashlarga berildi. Keling, ushbu 33 ta vakolatlardan 2-3 tasini aytsak. Yo'l masalasini olaylik. Siz mahallangizda ta'mirtalab bo'lib qolgan yo'llardan har kun shu ko'chadan o'tasiz. Farzandingiz shu ko'chadan borib maktabga boradi. Ilgari nima qilinardi? Mana shu masalalar albatta hokimiyat, ijro hokimiyati orqali yechilar edi. Bu yangi tartib bo'yicha ushbu masalalarni deputat muammo sifatida o'rganadi va uni kengash sessiyasida mahalliy byudjetlar, dasturlar qabul qilinayotganda shu ko'chani yo'lini ta'mirlashimiz kerak degan asoslovchi dalillarni kiritadi va qaror qabul qilinadi. Ushbu qarorlar orqali ma'lum bir mablag' ajratiladi, yo'l ta'mirlanadi, muammo hal bo'ladi. Yoki bo'lmasam, maktab masalasini olaylik. Tasavvur qiling, maktab ta'mirtalab aholi kelib qolgan. Ota-onalar bundan doimo norozi. Maktab rahbariyatini bu masalani hal etish bo'yicha yugurmagan joyi, bormagan eshigi qolmaydi. Endi nima bo'ladi? Endi bu masalani ham deputat ko'rib chiqadi, bu narsani ham sessiyaga olib kiradi, shu bo'yicha qaror qabul qiladi, mablag' ajratiladi va shu maktab ta'mirlanadi. Yoki bo'lmasa bandlik masalasi. Tasavvur qiling, tumanda ishsizlik koeffitsiyenti yo'q.